mehnat qilamiz-da, mehnat qilamiz. Ketiga mana bu narsalar rahmat deb qabul qilinadi. Takrorlanmaydigan yana bitta o'zgacha manzarali joydamiz. Biz Bildirsoyda obyektga kelganmiz. Bu obyektimizda biz teplovoy nasosga mo'ljal qilib turib, montaj ishlarini olib borganmiz. Bu yerda asosan ko'rayotganim bo'lsanglar, katta hol, balandligi ham 10 metrcha bemalol. Tepada ikkita spalnigimiz bu yerda, detskiy, rodительskiy. Bu yerda montajlarimiz tugagan, faqat qaramaysizlar holatiga bizdan keyin elektrikli ishlagan, mana shunday ozgina achchiqroq variant. Kollektorlarimizni yig'ib bo'lganmiz. Bu yerda ko'tarib qo'ygan turbalarimiz ozgina bardakroq, chunki bularni biz fan ko'y podash obratga qarab olib ketyapmiz. Bu yerda fan ko'ylarimiz ham bor. Bu yerda sanuzul montajlarimiz, bularni ham qilib bo'lganmiz. Grossinitel, groinstallatsiyalarni qo'yganmiz. Metal va plastik montaj qilingan hammasi. Yaxshi sifatli Ispaniyani nemis mahsulotlari. Bularning hali apshipkasi bo'ladi. Xo'p, pastga tushamiz. Biz holga tushdik. Hol Hamzal bu birinchi obyektimiz. Bu ikkinchisi. Bu endi boshlangan ikkinchi obyektimiz. Hozir uni ham bitta ko'ramiz. Uni ham montaji ham, yo'nalishi ham o'zgacha. Bu yerda birinchi etajimizda narsani ko'rsatmoqchiman. Mehnat qilamiz-da, mehnat qilamiz. Ketiga mana bu narsalar rahmat deb qabul qilinadi. Narga obyektga o'tdik. Chimyonni ikkinchi obyektimiz orqada. Hozir bu yerda kuchni nimaga beryapmiz? Izolyatsiyaga beryapmiz. Chunki asosan suvlikni ham, yoki suvlikni ham yo'qolishi sababchi bo'lgan narsa izolyatsiya. Izolyatsiya qilib bo'lgandan keyin pergolotkasi boshlanyapti. Pergolotkadan keyin to'pil pol tashashni boshlaymiz. Bu yerda kanalizatsiyalarni montaj qilib bo'lganmiz. Bu yerda teplovoy nasosga mo'ljal qo'yamiz. Nima deysizlar? Teplovoy nasos bilan isita olamizmi yoki sovita olamizmi? Qish kunida qattiq sovuq bu yerda -35 bo'lgan ekan.